Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun men sizga foydali bo'lgan bir video kontentni ulashmoqchiman. Internet sahifasidan o'zingizga kerakli bo'lgan taqdimot, kurs ishi yoki shunga o'xshagan mahsulotlarni qanday yuklab olish mumkinligi haqida men sizlarga qisqacha o'sha video roligimni taqdim qilmoqchiman. Keling buning uchun masalan bir sayt misolida ko'rsatib o'taman. Ya'ni o'sha Google ga kiramiz. Bu yerga sof.uz saytini yozamiz va qidiruvni bosamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda raqamli mahsulotlar va onlayn xizmatlar bozori deyilyapti. Ushbu link orqali saytga kiramiz. Xo'p, bu yerdan do'stlar mana izlayotgan mahsulotingizni toping deyilyapti. Xohlagan mahsulotingizni bu yerga yozib buni yuklab olishingiz mumkin. Mana do'stlar, mening profilimning ko'rinishi jami 50 ta mahsulot mavjud. Uning ichiga o'sha taqdimotlar, kurs ishilar, har xil mavzularda iqtisod, o'simliklar fiziologiyasi, biologiya, genetika, genomika shu kabi fanlardan kurs ishlar va taqdimotlar mavjud. Mana ko'rib turibsiz, kasallik qo'zg'atuvchi bir hujayrali zoologiya fanidan taqdimotlar bular. Keyingi sahifaga o'tsangiz, iqtisod yo'nalishidagi kurs ishlar ham mavjud. Iqtisodiy sikllar, makroiqtisodiy beqarorlik, ko'p hujayrali hayvonlar kelib chiqish nazariyalari, sutemizuvchilar ekologiyasi va hokazo. Mana ko'rib turibsiz do'stlar, hamyonbop narxlarda qo'yganman. Ya'ni sizlar uchun qulay bo'lishi uchun do'stlar, mana xohlagancha mana shu profilimdan ko'chirib olishingiz mumkin o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotni. Xo'p do'stlar, buning uchun nima qilamiz? Keling biron bir o'sha kurs ishini nomini yozamizda uni ko'chirib olishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Keling mana o'simlik membranasi mavzudagi kurs ishini qanday ko'chirib olish mumkin? Do'stlar, sizlar dastlab o'sha Google ga yoki o'zingizga kerak bo'lgan o'sha qidiruv bo'limidan sof.uz deb yozasiz. Bu yerda dastlab o'sha saytning ko'rinishi mana shundan iborat. Bu yerda o'sha qidiruv bo'limiga biz yuqorida aytib o'tgan mavzudagi kurs ishini nomini joylashtiramiz, ya'ni o'simlik membranasi. Xo'p do'stlar, va qidiruvni bosamiz. Bu yerdan mana ko'rib turibsiz, qidiruv natijasida jami 10 ta mahsulot topildi. Kurs ishlar mana o'simlik membranasi kurs ishi deb yozib qo'yibman. Shu ustiga bosamiz. Xo'p, ko'rib turibsiz do'stlar, mana o'sha tabiiy fanlar fakulteti 35.100 ta'lim yo'nalishidagi kurs ishini chiqarib berdi. Bu yerda ko'rib turibsiz, mundarija bo'limi bor. Foydalangan adabiyotlar, kirish, xullas do'stlar, ushbu kurs ishi 2 ta bob, mana bu yerda hozir 2 ta bob, 5 ta paragraf, 2 ta rasm, xulosa va foydalangan adabiyotlardan iborat deyilyapti. Sizlarga hamyonbop tarzda 32.000 so'm miqdorida saytga joylashtirganman. Hoziroq xarid qilishni bossangiz, sizga mana bunday ko'rinishdagi oynani chiqarib beradi va bu yerda Humo, Click, Payme xohlagan to'lov turini tanlaysiz, karta raqamingizni kiritasiz, o'sha muddatini kiritasiz va davom etishni bosasiz. Xo'p, karta raqam kiritasiz, o'zingizga kerak bo'lgan karta raqamni va davom etishni bosasiz. Do'stlar, bu yerdan keling, masalan men o'zimning karta raqamimni kirityapman. Xo'p, davom etishni bosamiz. Kod quyidagi raqamga yuborildi deyapti. Ya'ni o'sha sizning kartangiz ulangan telefon raqamga kod keladi. Kodni kiritasiz do'stlar va to'lov qilishni bossangiz, bu yerdan o'sha o'zingizga kerak bo'lgan kurs ishi yoki bo'lmasam taqdimotni yuklab olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Sizlar uchun mehnat qilishdan to'xtamaymiz. Rahmat hammangizga.